皆さん、アッサラームアライクン。この動画では専門用語の意味や使い方を日本語とウズベク語で解説しています。今回はムスタホさんにご協力していただきます。それではムスタホさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はウズベキスタンで日本語を勉強している皆さんがよく迷ってしまう3つの言葉、自分、自身、身分の違いと使い分けについて解説します。これらの言葉はウズベク語に翻訳すると似たように感じられることがありますが、文法や意味の役割が大きく異なります。この動画を見て、それぞれの使い分けが完璧にできるように、ぜひ最後まで一緒に勉強しましょう。Bugungi darsimizda yapon tilini o'rganayotgan o'zbekistonlik talabalar bilan birgalikda, ya'ni ular ko'p adashtirayotgan, ishlatilishida ko'p adashtirayotgan jibun, jishin va mibun so'zlarini o'zaro farqlarini va ishlatilishini yanada chuqurroq o'rganib chiqamiz. Undan tashqari, biz bu so'zlarni grammatik qo'llanishini yaxshilab o'rganib, keyinchalik bularni mukammal ishlatishi uchun bugungi darsimizda chuqurroq ko'rib chiqamiz. では、まず最初に、なぜこの3つが間違いやすいのか。自分と自身はどちらも自分のことを指す言葉ですが、実は身分は全く違う概念、つまり社会的なポジションや ID を表す言葉だからです。形や響きが少し似ているので混同しやすいですが、根本的な意味が違います。ここをしっかり整理していきましょう。Minasan nima uchun bu so'zlarni ishlatishda adashtirish oson? Sababi jibun va jishin so'zlari odamni o'zini bildirib kelsa, lekin ayniqsa mibun so'zi bo'lsa, bulardan ozgina farq qiladi va tushuncha jihatidan mibun so'zi odamni emas, odamni mavqeini bildirib keladi. それでは3つの単語の基本概念を見てみましょう。まず、自分と自身は人そのものを表します。自分は他の人と比較した時の自分を表し、自身は単独では使えず、代名詞の後ろについて強調する役割を持ちます。Xo'p, hozir endi biza 3 ta so'zni asosiy qoidalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib jibun va jishindan boshlaymiz. Jibun bu o'zi asosiy olmosh hisoblanib, gaplarda yolg'iz o'zi ishlatilishi mumkin. Jishin bo'lsa, asosan boshqa so'zlar bilan birgalikda, ya'ni boshqa olmoshlar bilan birgalikda ishlatilinib, ikkalasi ham insonni o'zini ifodalovchi so'zlar hisoblanadi. はい、一方で身分は人ではなく、立場や社会的な位置づけ、ID を表す普通名詞です。自分や自身とは全く別の単語ですので、まずはこの違いを押さえましょう。Xo'p, endi mibun so'zini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mibun so'zimiz bu insonni emas, o'sha inson ijtimoiy mavqei va shaxsini ifodalovchi so'z hisoblanadi, ya'ni ot hisoblanadi. Mibun jamiyatdagi o'rinni yoki kimligini, ya'ni o'sha inson kimligini bildirib keladi. Jibun va jishindan umuman butunlay farq qiladi. それでは一つずつ詳しく説明していきます。まずは自分です。自分は文法的に単独で主語や目的語になります。自分の何々や自分で何々という形でよく使われますね。他人と比較した時の自分を意識することです。
では、例文を見てみましょう。自分の部屋、自分でやる。自分は学生です。一人で何かをするときや自分の所有物を言うときに使います。Xo'p, endi har bir so'zni chuqurroq ko'rib chiqadigan bo'lsak, jibun so'zini ishlatilishi. O'zbek tilida tarjimasi bu so'zimizni o'zim, o'zi yoki o'zingiz deb tarjima qilinadi. Endi grammatik xususiyatlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu so'zimiz yakka o'zi gaplarda ega bo'lib ishlatilishi mumkin yoki undan tashqari to'ldiruvchi bo'lib ham xizmat qiladi. Va e'tibor beramiz, bu yerda jibunno yoki jibun de ko'rinishlari ham bor. Ya'ni no va de qo'shimchalari bilan kelganda o'zining yoki o'zim deb ham, ya'ni to'ldiruvchi vazifasida ham ishlatilishi mumkin ekan. Boshqalar bilan solishtirganda ma'nosi o'zi degan ma'noni bildiradi. Endi misollarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jibunno heya, ya'ni bu o'zimning xonam. E'tibor beramiz, bu yerda no qo'shimchasi bilan ishlatilinibdi va tegishlilik ma'nosida, ya'ni o'zimning shaxsiy xonam degan ma'noni bildiryapti. Undan tashqari jibun de yaru, ya'ni o'zim qilaman. Bu yerda de qo'shimchasi bilan ishlatilinibdi, ya'ni mustaqil o'zim yakka holatda bajaraman degan ma'noni bildiryapti. Va oxirgi misolimiz jibun va gakusei des, ya'ni men talabaman. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, watashini o'rnida ishlatilyapti. Ya'ni yapon tilida asosan o'g'il bolalar buni watashini o'rnida ishlatilishi ko'p holatlarda kuzatiladi. Ya'ni tarjimasi men talabaman deb tarjima qilinadi.次に、自身の使い方です。ここで一番大切なルールは、自身は単独で使えないということです。必ず、私、彼、あなた、自分などの代名詞の後ろにつけて使います。役割は強調です。代表的なフレーズを覚えておきましょう。私自身、彼自身、自分自身、あなた自身の考え、代名詞とセットで使うことを忘れないでくださいね。Xo'p, endi ikkinchi so'zimiz jishin so'zini ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Bu so'zimiz yuqorida ta'kidlaganimizdek, yakka o'zi ishlatilmaydi, boshqa olmoshlar bilan birgalikda ishlatilishi kerak. Buni o'ziga xosligi, ya'ni farqi jibun bilan xuddi shu. Ya'ni yakka o'zi ishlatilmaydi. Albatta men, sen, u, o'zim kabi olmoshlar bilan birgalikda ishlatilinadi. Endi vazifasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu asosan gapimizda urg'u berish, ta'kidlash ma'nosida ishlatilinadi. Ya'ni aynan shaxsan o'zim yoki aynan o'zim degan ma'noda. Ya'ni ingliz tilidan oladigan bo'lsak, self, ya'ni myself yoki o'zbek tilida shaxsan so'ziga yaqin ma'noni bildiradi. Xo'p, asosiy birikmalar bilan kelganda, misollarda ko'rib chiqadigan bo'lsak, watashi jishin, ya'ni shaxsan men, ya'ni bir o'zim, shaxsan o'zim bajaraman. Kare jishin, uning o'zi, ya'ni aynan uning o'zi degandek. Jibun jishin bo'lsa, o'zi, ya'ni o'zini degan ma'noni bildiradi. Va oxirgi misolimizda e'tibor beradigan bo'lsak, anatano jishin no kangai, sizning o'zingizning fikringiz, ya'ni shaxsiy fikringiz degan ma'noni bildirib kelyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, hamma misolimizda yolg'iz emas, boshqa olmoshlar bilan birgalikda ishlatilyapti. 続いて、身分の使い方です。身分は人そのものではなく、社会的なポジションや立場、身元を表す普通名詞です。この単語は決まった言葉の組み合わせで覚えるのが一番効果的です。よく使われる表現をチェックしましょう。身分証明書、身分が高い、身分が低い、身分相応。これは自分の立場に合った行動をすることを意味します。自分とは全く意味が違うことがわかりますね。
Xo'p, endi 3-chi so'zimiz mibun so'zini ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Tarjimasi, ya'ni o'zbek tilida insonni ijtimoiy mavqei yoki shaxsini bildirib keladi. Grammatik xususiyatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, insonni o'zini emas, ijtimoiy mavqeini, ya'ni shaxsini ifodalovchi ot hisoblanadi. Xo'p, bu so'zimiz asosan bir o'zi yolg'iz ishlatilmaydi. Birikmali so'zlar bilan birgalikda ko'p ishlatiladi. Shuning uchun ham biza bu so'zimizni birikmali so'zlar bilan birgalikda yodlab olishimiz eng yaxshi usul hisoblanadi. Endi eng ko'p ishlatiladigan misollarga e'tibor beramiz. Birinchisi, bu shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni mibun shou-mei shou hisoblanib, asosan bizda pasport degan ma'noni bildiradi. Ikkinchi so'zimiz bo'lsa, mibunga takay yoki mibunga hikui, ya'ni mavqei yuqori yoki past degan ma'noni, ya'ni ijtimoiy o'rni yuqori yoki pastligini bildirib keladi. Uchinchi misolimizda bo'lsa, mibun sou, ya'ni o'z mavqeiga mos xatti-harakatlarni amalga oshirish degan ma'noni bildiradi. ここでは学習者が特に間違いやすいポイントを2つ紹介します。1つ目は自身を単独で使ってしまう間違いです。自身がこの仕事をしました。これは誰のことかわかりませんね。私自身がこの仕事をしました。自分でこの仕事をしましたと言いましょう。 Endi jishinni ishlatishdagi xatolarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda jishin so'zimiz insonni kimligini bildirmasdan, shuning uchun ham undan oldin biz olmoshni ishlatishimiz kerak. Watashi yoki kare degan. Misol uchun, birinchi xato so'zimizga e'tibor bersak, jishinga kono shigoto shimashita. Bir o'zim bu ishni o'zim bajardim degan ma'noni bildirish uchun ishlatilgan, lekin bu xato hisoblanib, undan oldin albatta olmosh ishlatilishi kerak. Misol uchun, to'g'ri misoli, masalan, watashi jishinga kono shigoto shimashita, ya'ni men o'zim, ya'ni yakka o'zim, aynan o'zim bu ishni bajardim degan ma'noni bildiryapti. Shu holatda bu so'zimiz ishlatilishi to'g'ri hisoblanadi. 2つ目は身分と自分の混同です。身分のパスポートを見せてください。これは使いません。身分証明書を見せてください。これが正しい言い方です。身分は立場という意味なので、私の身分というと、私の社会的位置づけになって不自然になります。 Xo'p, endi ikkinchi xato mibun bilan jibunni ishlatishdagi xatolarni ko'rib chiqsak, ya'ni almashtirib qo'yishlar. E'tibor bersak, xato misolimizda o'qiymiz. Mibunno pasporto misete kudasai, ya'ni bu yerda biza o'yladikki, mibun o'zingizni pasportingizni ko'rsating. Bu yerda biz mibunni ishlatolmaymiz, uni o'rniga jibun ishlatishimiz kerak edi. Qanday ishlatsak bo'ladi mibunni bunday holatlarda desak, buni aniq aytishimiz kerak. Mibun shou-mei shou misete kudasai, ya'ni o'zingizni shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz, ya'ni pasportingizni ko'rsating degan holatda. Demak, bundan bilib olsak bo'ladiki, mibunni o'zi bizda shaxsimizni, ya'ni gapdagi subyektni bildirib kelmaydi. Ya'ni faqatgina ijtimoiy mavqeini anglatadi. Asosan birikmali so'zlar holatida ishlatiladi. Mening mibuyim, ya'ni shunaqa holatlarda ishlatish, watashi no mibun holatlarida ishlatish xato bo'ladi. Nima uchun? Sababi bu narsa juda ham umumiy so'z bo'lgani uchun qaysi mavqeligi, ya'ni talabalik mavqeimi yoki umuman ishdagi mavqeimi, shu narsalarga adashtirish mumkin bo'lgani uchun biza aniq ishlatishimiz kerak. Ya'ni mibun shou-mei shou, ya'ni shaxsni tasdiqlovchi hujjat ko'rinishida ishlatishimiz kerak. それでは
理解度をチェックするためにミニクイズに挑戦してみましょ Xo'p, endi bilimlarimizni sinab ko'rish uchun mini testni bajarib ko'ramiz. う。パスポートはあなたの確固を証明する大切な書類です。 Bo'sh joylarga muhim so'zlarni, ya'ni to'g'ri kelgan so'zlarni qo'yishimiz kerak. Birinchi savolimiz pasport sizning tasdiqlovchi muhim hujjatdir. 正解は身分です。ID や立場を表すので、身分証明書の身分が入ります。 Xo'p, bu yerda eng to'g'ri qo'yiladigan so'z, ya'ni bo'sh joyga qo'yadigan so'zimiz bu mibun hisoblanib, ya'ni pasport sizning shaxsingizni tasdiqlovchi muhim hujjatdir degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun ham mibun so'zimiz to'g'ri hisoblanadi. では、第2問。この宿題は誰も手伝わないで、括弧でやってください。 Bu uy vazifasini hech kim yordamlashmasdan qiling. Xo'sh, bo'sh joyga qaysi so'z to'g'ri keladi? 正解は自分です。 To'g'ri javob jibun hisoblanadi. 第3問。社長、括弧が会議に出席して説明しました。 Kompaniya prezidenti majlisda qatnashib tushuntirdi. 正解は自身です。 To'g'ri javob jishin, ya'ni shaxsan o'zi majlisda qatnashdi degan ma'noni bildiradi. これは名詞の後ろにつけて強調している文章になります。 Bu yerda e'tibor bersak, so'zimiz olmoshlar bilan birgalikda ishlatilyapti. Shunga ham e'tibor beramiz. 続いて4問目です。彼は括弧の失敗を認めたがらない。 Xo'p, endi 4-chi savolimiz. U xatosini tan olgisi kelmayapti. Ya'ni udan keyin to'g'ri so'zni qo'yishimiz kerak. 正解は自分です。 To'g'ri javob jibun. 自分の何々という所有の表現となります。 Jibunno, ya'ni o'zining tegishlilik ma'nosini bildirgani uchun ham jibun so'zi to'g'ri javob hisoblanadi. 第5問。成功するためには括弧を信じることが大切です。 5-chi misol. Muvaffaqiyatga erishish uchun ishonish muhimdir. Ya'ni bo'sh joyga qaysi javob to'g'ri keladi? 正解は自分自身です。 To'g'ri javob jibun jishin hisoblanadi. これは自分を強く強調する表現が入ります。 Ya'ni o'z-o'zi degan ma'noni bildiradi. Muvaffaqiyatga erishish uchun o'z-o'ziga ishonish juda ham muhim degan holatda kelgani uchun jibun jishin to'g'ri hisoblanadi. 皆さん、全問正解できましたか？ Minasan hammasini to'g'ri bajardingizmi? 最後にまとめです。 Eng oxirgi xulosalarni ko'rib chiqamiz. 自分は単独で使って良いですが、自身は単独では使えません。身分は社会的立場や ID を指す言葉です。この3つの違いをしっかり覚えていきましょう。 Xo'p, bu uchala so'zimizni endi o'zaro farqlarini xulosalab olamiz. Birinchisi jibun yakka holatda ishlatilinadi, gapda ega vazifasini bajaradi. Xo'p, jishin bo'lsa, jibundan farqi bir o'zi yakka holatda ishlatilmaydi, boshqa olmoshlar bilan birgalikda ishlatilishi kerak. Mibun bo'lsa, bizda jamiyatdagi ijtimoiy mavqeimizni va darajamizni ifodalovchi so'z bo'lib, birikmali so'zlar bilan asosan ishlatilinadi. はい、今日のレッスンは以上になります。皆さんお疲れ様でした。
Xo'p, bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. 何か質問やわからないことがありましたら、コメント欄に書いてください。 Qandaydir tushunmagan joyingiz yoki savollaringiz bo'lsa, kommentlarda bemalol bildiring. それではさようなら。 Sayonara.